Yer yuzidagi eng boy imperiya kuch bilan emas, balki taqiqlangan bir o'simlik bilan boyib ketgan. 1800-yillar Xitoy dunyodagi eng boy imperiya. Ipak, chinni, choy, g'arb orzu qiladigan xazinalar kumush Pekinga oqib kirar edi. Britaniya g'aznalari esa shu bilan birga bo'shab borardi. Shunda London boshqa yo'l topadi. Ular arzon, o'rganishga sabab bo'ladigan va to'xtatib bo'lmaydigan bir modda opiumni yashirincha kiritishadi. Avvaliga u daryolar va portlar bo'ylab tarqaladi. So'ng esa hamma joyga yoyilib ketadi. Millionlab odamlar unga ishqiboz bo'lib qoladi. Hatto imperiyaning yuragidagi amaldorlar ham imperator qarshi kurashadi. Reydlar, taqiqlar, butun zaxiralar yoqib yuboriladi. Bir paytga kelib Xitoy bu ofatni to'xtata oladigandek tuyuladi. Ammo Britaniya ortga chekinmaydi. U o'z flotini yo'lga soladi, erkin savdoni talab qiladi va birdan eng boy imperiya qulaydi. Portlar majburan ochiladi, Gonkong topshiriladi, nohaq shartnomalar bosim ostida imzolanadi. Oddiy savdodan boshlangan narsa bosqinchilikka aylanadi. Bularni barchasiga Britaniya armiyasiz kurashgan holda erishdi. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.